Weltmeister EX5 modeli 400 zapas xod bilan 2021-yilgi Weltmeisterda yangilangan versiyasi va Bugatti kuzupida $10,900 3-fevral kuni chiqyapti. Akalar, egasiga telefon qilib narxlarini kelishib olasiz albatta. Xitoy mashinalari hozir ujeda trendda bo'lib ketyapti. Elektromobillari bo'lib ham mana bunday crossover Bugattilari ham. Akam, ruchkalar ochishlari boshqacha. Elektrические фирменные акустика, плавающие сиденья, чехолlar solingan, koja qora salon, panoramli lyuk, multirul, monitorlari katta, duzonli klimat kontrollari ham bor bu yerda. Sensorli голосовое управление, ручной электрический, чайбой управление, рычаг, 74 ming probeg, elektronli tablo, hattoki bu yerda hamma knopka to'ldir, multirul bu yerda ko'z uxlab qolganda datchigi ham bor ekan, ya'ni uyg'otadigan funksiyalari ham bor. Weltmeister EX5 modeli $10,900 egasi bilan narxlarini kelishing, mashinani sodalashing, mana bunday Manabrov stoplari bilan mashinasini olib qo'ying. Sog' bo'ling.